Assalomu alaykum. Meni ismim Mo'minov Jo'rabek. Men shu asalarichilikda shu esimni tanigani beri shu asalarichilik bilan ishlab xizmat qilib yuribmiz. Asalarichilikka qiziqishim baland bo'lganligi uchun shu yili mart oyida Aloqa bank tomonidan yoshlar uchun imtiyozli kredit oldim. Shu olgan kreditimizga yashik, asalariga uy, mum pardasi hamda asalarichilikni rivojlantirish uchun dori-darmon, qo'shimcha asalarichilikka inlari hamda zotli Germaniyadan parodalar olib keldik. Asalarini toqqa chiqarishimizdan sabab asalarilarni rivojlantirish uchun hamda tabiiy tog' asalini xalqimizga yetkazib berish uchun arilarimizni toqqa chiqaramiz. Bunda bizga texnikalar kerak bo'ladi. Oddiy, yengil, maydaroq texnikalar tog' hududlariga mo'ljallanmagani uchun chiqish qiynalamiz. Biz ishimizni yengillashtirish uchun pikap avtomobilini oldik. Bunda ham bizga Aloqa bank yaqindan yordam berdi. Aloqa bank yoshlar tayanch banki.